Assalomu alaykum barchaga. Kirib kelgan Navro'z ayyomi muborak bo'lsin. Bugun biz Asaka tumani ixtisoslashtirilgan maktabida bo'lib o'tayotgan Navro'z bayrami jarayonlaridan lavhalar olib boramiz. Qani unda ketdik. Bayramimizga xush kelibsizlar unda. Marhamat. Xo'p, bu yerda aytish kerakki, milliy bayramlarimizdan bo'lmish, qizlarning milliy bayramlaridan bo'lmish soch o'rishish musobaqasi bo'lib o'tmoqda. Barchaga omad tilaymiz. Navro'z kelibon jumlay jahon nozlanajakda. Xo'p, bu yerda hozir milliy bayramlarimizdan polvon tosh ko'tarish musobaqasi bo'lib o'tmoqda. Qani, marhamat. Yashnar tabiat, dashtu adir lola ichida. Yurtim chamali. Ko'rib turishimiz mumkinki, ustozlar ham bayramdan zavq olmoqda. Dashtu adir lola ichida. Yurtim chamali. Bayram shukuhidan quruq qolmagan holatda bu yerda ham voleybol o'ynashmoqda. Qaynar sumalak barra ko'char to'yu tomosha. Bu yerda esa qo'shiq, raqslar mavjuddir. Xo'p, mana ko'rib turishingiz mumkin, bu yerda hozirda varrak uchish musobaqasi bo'lib o'tyapti. Navro'z kelibon jumlay jahon nozlanajakdir. Oftob qizitib asta sekin yozlanajakdir. Navro'z kelibon jumlay